Keldingmi o'rta? Tinchlikmi? Telefonda ovozing boshqacha edi. Короче, o'rtoq qarzga kirib qo'yganman. Har kuni telefon qilib jonga tegishdi. Bir hafta ichida pulni qilib bermasam o'ldirib tashlayman deyishyapti. Короче, siqilma. Undan ko'ra bitta ma'mini olgan. O'rta yaxshimisan? Kechagi doringdan topiladimi? Borga bu safar tekin emas, pul deylik. Menda pul yo'q-ku. Bo'lmasa agar ko'rishib olaylik, gaplashamiz. Aha, mayli. O'rta tuzmaysan? Tuzaman. So'layapsizmi? Короче, doriga bitta yo'l bor pul topish ham. Aha. Hop, dori tarqatamiz. Bizga lokatsiya tashlashadi. Biz ularni yetkazib beramiz. Onam Guliston bo'ldi. Agar biz ushlashib olsa-chi? Qo'rqma. Men anchadan beri ishlayman, o'zim o'rgataman. Ketdi davay. Mana ko'rdingmi? Mana shunaqa rasmiy olamiz, lokatsiya tashlaymiz. Bo'ldi. Muammo yo'q. Ish qilib ishlarimiz o'xshasa bo'ldi. Bo'ldi, muammo yo'q, qo'rqma. Boshqalarni tarqatishimiz kerak. Ketdik davay. Короче, oxirgi dorimiz qoldi. Shuni tarqatib olsak, bugungi planimiz to'ladi. Ha, ketdi, uni tezroq. Qarani o'g'li shubhali ko'rinyapti. Keting nima qilaylik? Nimaga qarab berchi? Dorimi bu? Dor tarqatib yuribsizlarmi? Yuringlar chiqamiz bilan. Mumkinmi? Kiringlar bola. Kiringlar ular. Nima gap bo'lar? Biz o'z ish faoliyatimizni olib borayotgan vaqtimizda bu shaxslarning xatti-harakatlarimizni shubhalantirdi va borib tekshirganimizda noqonuniy dori vositalarini tarqatayotganligini aniqladik va oldingizga olib keldik. Qani o'tiringlarchi bo'lar? Xo'sh bo'lar, sizlarni bunday qilib yurgan ishlaring qonunga xilofligini bilasizlarmi? Qolaversa, bugungi kunda yurtimiz prezidenti yoshlarga qanday keng ko'lamli sharoitlar yaratib berayotgan bir vaqtda sizlarni qilib yurgan bunaqangi nomoqul ishlaringizcha sizlar ota-onalaringni mahalla ko'y oldida yuzini yerga qaratasizlar-ku. Sizlar bunday yoshda o'rtoqlaringga o'rnak bo'lish o'rniga ularning hayotini barbod qilishga harakat qilasizlar-ku. Endi sizlar bu qilgan ishlaring uchun qonun oldida javob berasizlar.